Assalomu alaykum do'stlar, omonmisizlar? Shu videoda so'raydigan bo'lsangiz, eng katta qilgan xato bo'ladi. Chunki Umra ziyoratida eng arzon narxlarni chiqarishda davom etamiz inshaalloh. Chunki shu oyning oxiriga eng maksimal narxlarni tushirib yubordik. Chunki yurtdoshlarimiz arzon bo'lsa boraman, qachon bu arzoni bo'lar ekan deb rosa kutishdi. Inshaalloh eng arzonini chiqarishga qaror qildik. Xudo xolasa sizlarga videoni boshlashdan oldin bizda yangi bo'ladigan bo'lsangiz like degan tugmani bitta bosib qo'ying. Kommentariyaga inshaalloh biz ham boramiz yozib qo'ysangiz, niyat yozilgan narsa albatta niyatlar amalga oshadi. Xudo xolasa bizda yangi bo'lgan bo'lsa podpisatsiya degan tugmani bosib qo'ying. Xo'p, men sizga narxni aytishimdan oldin bitta ozgina sharoitlar haqida ma'lumot berib o'tib ketsam. Xo'p, Madina Munavvarada 200 metr oraliqda gostinitsamiz bo'lsa, Makka Mukarramada 1,5-2 kilometr bo'ladi. Makka Mukarramada esa 2 mahal, 3 mahal issiq taomlarimiz, Madina Munavvarada esa 2 mahal milliy taomlarimiz bo'ladi. Xudo xolasa malakali 50 yoshlarimiz birga borib, birga kelishadi. Bundan tashqari Madina Munavvaraga, Makka, Jidda shahriga primoy reyslarimiz amalga oshib bormoqda. Xo'p, vodiydan 5 ta viloyatdan, vodiydan o'zi общий 5 ta viloyatdan reyslarimiz bo'lyapti. Toshkentdan, Samarqanddan, Andijondan, Namangandan va Farg'onadan reyslarimiz ulgusiz qatnab turibdi, xudo xolasa. Eng asosiysi turli lisenziyaga ega tur firmadan ketayotgan bo'lasiz inshaalloh. Xo'p, yana bittasiga eslatma qilib o'tib ketaman. Narxlarimizni eng maksimal tushgan narxi 1200-1150 dollar sotilgan paketlarimizni hammasini 1050 dollardan qilib qo'ydik, xudo xolasa. Do'stlar, xudo xolasa bu videoga befarq bo'lmaysiz degan umiddaman. Buni tezroq yaqinlarga jo'natib qo'yasiz. Chunki siz bormasiz, siz kimdirga yaxshilik qilgan bo'lasiz, xudo xolasa. Yana bitta narsani eslatma qilib o'tib ketay. Iltimos, Tojikistondan bo'lasizmi, Qirg'izistondan bo'lasizmi, qaysi davlatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar hoji onam hojatda siz ko'rib turgan bo'lsangiz, o'g'lingiz sizni umra safariga jo'natyapti. O'shanga yarasha zo'r ibodat qilib keling, xudo xolasa. Centrum Xoda sizlarni har doim xizmatlaringizda bo'lishdan hech qachon charchamaydi. Inshaalloh duo qilib turinglar, kommentariyaga kirib o'z fikrlaringizni yozib ketasiz degan umiddaman. Bu videoni tezroq qo'yishni qaror qilinmaga, kamroq video, qisqaroq video bo'lsin, tezroq yurtdoshlarimiz ko'rsin degan umidda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.